Assalomu alaykum. Bugun 10-kun savdolarni tillada savdo qilmayman degandim, tillada imkon berib qoldi, savdo qilishga to'g'ri keldi. Nima holat bo'ldi tillada? Tilla o'suvchi kontekst buy narxi kuchli o'sib ketyapti. 1 soatlik FVga tashab ketgan Aziya sessiyasida. Aziya Frankfurt 1 soatlik FVga tashab ketgan, narx PDLni yechib 1 soatlik FVga tashab ketgan. Bizi nimamiz bo'yicha, setapimiz bo'yicha poyizoni narx keladi, o'sha zonadan test qilib ular chiqib ketadi. Kichkina time frame'da qanaqa qilib kirardik? Kichkina time frame'da mana shu test bergandan keyin, katta time frame'dagi 1 soatlik FVga test bergandan keyin manipulyatsiya boshlanadi. Likvidlar, lowlar yechiladi. Keyin maksimum yechiladi. Maksimum yechilgandan keyin pastdan FVG, order block, breaker block, shunga o'xshagan bir kichkina time frame'da zonalar topiladi, shu zonalardan entry qilinadi nimagacha. Keyingi maksimum yangilargacha. Xo'p, setapimiz shunaqa edi. Shunga asosan hozir M3 time frame'ga olamiz. Tak, demak, M3 time frame'da bizda mana bu joyda shift berdi, ya'ni slom struktura, kichkina time frame'da slom struktura bo'ldi, mana shu joyda. Narx BPR tashab ketdi. Ya'ni FVGga poyizonamizni test qilganda kichkina BPR tashab ketdi M3 time frame'da BPR. Keyin narx slom strukturani sindirdi. Bizda kontekstimiz buy bo'lganligi uchun biz buyga ishlaymiz. Demak, BPR test qilganda, BPRni test qiladi deb mana shu zonadan kirdim, limitni qo'ydim 47.30 ga. Stopim manipulyatsiyani tagiga edi. Bo'ldi, darshi kutib o'tirdim, o'sha narx yana slom berdi, sweep qildim, mana maksimumda slom berdi. Minimumlarini, o'zini ichki minimumlarini yechib order flow qilishni boshladi. Narx o'sha darajada yechib chiqib ketishni boshladi. Birinchi targetim mana shu zona edi. Men targetim mana shu zonaga qo'ymoqchi edim. Lekin ertaroq chiqib ketdim. Mana shu zonadan chiqib ketdim. 1 ga 2 3 1 ga 2 3 berga yurdi. 1 ga 2 o'zi normal holat. 1 ga 2 da chiqib ketsa bo'laveradi. 1 ga 2 3 berdi, mana shu zonadan chiqib ketdim. Mana bu buy side, eski buy side likvidlar bor edi bu yerda. Eski likvid zonalar. Ana shu likvid zonalar yetishi mumkin deb mana shu zonagacha ushlamoqchi edim. 1 ga 2 berdi, 1 ga 2 ni olib chiqib ketdi. Uzoq o'tirishga ham hojati yo'q. Tillada savdo qilmayman dedim, men tillada imkon bo'lib qoldi. Tillada manaqa bir holat bo'lib qoldi, shuning uchun kirildi. Bu MT5dagi holat, MetaTrader'dagi 1 ga 2 3 normal ishlab oldik. Paralarda nima gap edi? Paralarda mana shu zonalardan sellim bor edi. Tillada kirib qo'yganligim uchun kirganim yo'q, lekin 1 ga 2 bemalol yurib berdi. Juda yaxshi yurib berdi. Accumulation, manipulation, distribution qilib setup zo'r ishlab berdi. Mana bu akkumulyatsiya, tepaga manipulyatsiya mavzuni, pastga distributsiya. Ana shu joydan chiroyli yurib berdi. Bu trendga направление, trend
trend yo'nalishiga qarshi savdo. Tillarda savdoga kirganligim uchun funtda kira olmadim. Hop 1 soatlik time frame oladigan bo'lsak, 1 soatlik time frame'da kirish kerak bo'lgan holat bor edi. Narx keldi, mana shu zonadan biz limitimizni olib pastga yurib berish kerak edi. 1 soatlik FVG zonamiz bor edi mana bu joyda, mana FVG ning o'rtasi. Kichkina time frame oladigan bo'lsak, qanaqa manipulyatsiya bo'lgan edi? O'chirib tashlaylik endi kirmagan. Narx hamma mana likvidlarni yechdi. Likvidlarni yechdi. 1 soatlik FVG ni 50% ni test qildi. O'sha test qilgandan keyin narx o'sha ketdi, o'zini hayini yechishni boshladi. Biz mana shu joyda M5 da yoki M3 time frame'da order block yoki mana shu zonani olishimiz mumkin, breaker block. Olib, mana shuni o'rtasidan yoki mana shu joyidan narxlar to'plangan joydan, mana shu joydan kirsak, stopni FVG ni tagiga yoki manipulyatsiyani tagiga qo'yib 1.2 yoki 1.3 ishlasak bo'lar edi. Tillarda kirganim uchun bunda kirganim yo'q. Shuning uchun tillarda savdo qilmayman dedim, lekin imkon berdi, kirdim, anaqada o'tirdim. Bu qanday masalan tillarda savdo qilganlar nimada напряженияda o'tiradi постоянно, qachon pastga tushib ketar ekan deb. Qachon stopim olar ekan deb. Shuning uchun boshqa parada kirganim yo'q. Lekin 1 soatlik time frame juda go'zal ishlab berdi. Maksimumgacha yoki mana shu muammoli zonaga 1.3 ishlasa bo'lardi. Yevrodagi holat, yevroda ham mana shu xuddi shu paradagi holat. 1 soatlik FVG ni test qildi. M3 time frame'da manipulyatsiya bo'lyapti. Mana bu likvidlar, hammasi likvidlar yechildi. Mana oladigan bo'lsak, shift deb slom strukturada mana oladigan bo'lsak, mana shu joydan kirsa ham bo'ladi. Slom struktura narx test qildi yoki mana kichkina time frame'da FVG. Stop manipulyatsiyani tagiga target 1.2. Demak shunaqa holat bo'ldi. O'chirib tashlaymiz. Gerda nima holat? Gerda katta time frame'da juda chiroyli order flow boshlandi. Kecha ger juda impuls bilan chiqib ketgan edi. Juda katta impuls bilan chiqib, H4 time frame'dagi 4 soatlik time frame'dagi FVG yoki order block ishlaydi. Mana shu zonada, poyez zonamizda slom struktura bergan edi. Slom struktura berdi, undan keyin range'ga tushdi. Akkumulyatsiya bo'ldi. Demakda manipulyatsiya qildida London ochilib manipulyatsiya qildi, даже AMD boshlandi pastga order flow. Lowni yechib ketyapti order flow. M5 time frame oladigan bo'lsak, order flow. Buni ham kirganim yo'q, ger hali beri savdo qilmayapman, ger faqat kuzatyapman. Qanaqa qilish kerak, qaysi holatlarda ishlaydi, nimaga ahamiyat berish kerak, qancha lot ochish kerak, bular hammasini sekin ko'nikib borish kerak bularga. Ya'ni stopimiz oxirgi maksimumga qo'yiladi. Mana shu bu yoq order flow boshlandi. Likvid yechildi. Men mana shu joyni kutgan edim. Kirib ko'rmoqchi edim 2.5 lot bilan. Stop 148 punkt bo'lyapti. 2.5 lot ochsam, kirsam bo'lardi ekan. 2.5 lot bu 5 ga uchun emas, men boshqa akkauntim ham bor, 100 galik. Shu 100 ga uchun hisoblanib shekilli. $450 atrofida stop bo'ladi. Mana shuni yechgandan keyin kirib ko'rmoqchi edim. Narx masalan chiqsa, mana shunday yechsa, manipulyatsiya qilsa, mana shu joydan entry qilmoqchi edim. Lekin manipulyatsiya bermadi, mana bu yerdan order flow berdi. Hozir New York ochildi. Maksimumda
maksimumlarni ma'nolarni yechdi-da, dalish pastga qarab ketyapti. Demak, yerni faqat kuzatishda davom etaman, kuzatib turaman hozircha. Agar yaxshi bir holat bo'lsa, chiroyli mana bu joydagi mana kecha просто o'tkazib yubordimda. Va shikolat setup bo'lgandi mana bu yer. Просто kecha o'tkazib yubordimda. Sal kechroq bo'lsa ham kirsam bo'lardi, lekin kirmadim. Mana. Narx poyezoniga keldi, katta time frame'dagi struktura MSS beryapti. Shift struktura sindi, narx keldida, buy to sell zonani test qildi, dalish oqib ketdi. Mana shu joydan kirish kichkina nima bilan kirib, tezda olib chiqib ketsa bo'lardi. 1.2 yo 1.3. Mayli, prosta kuzatishda davom etamiz. Bu ham har bitta ko'ringan narsa, har bitta test qilingan narsa, har bitta voy masjiddan kirmadim deyilgan holat hammasi bu tajriba bo'lib qoladi. Bir kun keladi, bir kun shunaqa vaziyat bo'ladi, mana qayerdan kiraman deb shu yerdan olib chiqib ketiladi. Shuning uchun sabr qilamiz, shoshmaymiz hech qayoqqa. Dixie nima holat? Dixie sal teparoqdan sel kutgandim men. Dixie mana bu zonalarga 4 soatlik FVG zonagacha chiqadimi degan bir taxmin bor edi, lekin Dixie masjiddan qaytib bordi. Bu yerdan qaytib bordi. Endi Dixie bo'yicha nimamiz bor? Bizda haftani low'ini yechgan sham bor. Order blok qilib olamiz 1 soatlik. Mana shu order blok поглощение bo'ldi. Narx kelib mana shuni test qilishi mumkin. Nega bunda olib qoladigan bo'lsak, o'zi направление sell tushuvchi yo'nalish. Направление sell. Lekin mana shuni test qilib turib, mana shuni o'zida manipulyatsiya berib, mana bu holat bo'lsa, bir qanaqadir FVG zonalargachami yoki bir mana bu H4 time frame'dagi FVG gacha ishlasa bo'ladi paralarda. Hozircha bu prosta kuzatamiz. Dixie'da shunaqa holat. Dixie tushdi. Dixie sal teparoqqa tushib tashlaydimikin degan bordi, teparoqqa chiqmadi, shu yerdan o'zidan tashlab yubordi. Nasdaq kechagi o'tkazib yuborgandim ham ma'lum qildi. Bari Nasdaq savdo qilmasdi, bu prosta juda chiroyli imkoniyat beradi-da. Bugun London time frame, Londonda bergan holat qaranglar. Kechagi kunning maksimumini yechdi London. Kechagi kunning maksimumini yechdi. Struktura mana chap tomondagi likvidlar bilan ishlandi. Mana chap tomondagi likvidlar yechildi. Shift berdi mana zonada. Ya'ni struktura sindi. Bu yerda ham Nasdaqda kutdim, mana shu zonalarga kelamikan narx degan nimada kutdim, lekin kelmadi, pastga tashlab yubordi. Endi hozir New York xavfli, New York endi boshlandi. Hozir shunaqa bo'lishi mumkin. Londonni xayin olib, mana shu zonalardan pastga tashlab berishi mumkin. Yoki dars chiqib ketadi. Struktura qilib chiqib ketadi. Shuning uchun buni ham prosta o'tkazib yubordik. How using qaranglar nima qilganini. Order flow. Mendan chiqib ketdim deb xursand bo'lib tursam, order flow qilgan ekan. Qaranglar. Manipulyatsiya mana shu joydan kiriladi. Stop oxirgi manipulyatsiyani tagiga. Mana bu yerda manipulyatsiya qilingan, shuni tagiga stop qo'yiladi. Target 2 gacha. 1 ga 5 olib ketar ekan, 1 ga 5 deb biz asabimiz ko'tara olmaydi. 1 ga 2 yoki 1 ga 3.
chiqib ketsa bo'ladi. Mana shu order flow masalan order flowni qanday определять qilishni ko'rdim. Masalan, endi o'rganyapman. Order flow demak liquid zonadan liquid zonaga H1 time frame'dagi poiz zonamizga keldi. Liquid yechildi, narx slom struktura berdi, dalishi o'zining liquidlarini yechishni boshladi. Yechib ketyapti. Ana zonada ko'pchilik tashlasa chiqib ketishi mumkin yoki bezobutga qo'ygan bo'lsa bezobutka bilan chiqib ketishi mumkin. Hali men birinchi kuni yevroda chiqib ketdim bezobutka bilan. Xuddi shunaqa holat. Bezobutkani undayroqqa qo'ygan bo'lganimda men davno chiqib ketgan bo'lardim pozitsiyadan. Bu yerda order flow boshlandi. Ketdi narx. Menimcha mana likvidlarga dalish chiqib ketishi mumkin. Tilla opasniy narsa, tilla shuning uchun bugungi savdo ham o'zi kirmashim kerak edi. Shunaqa holat bo'ldi. Demak, kundaligimizda nima? Kundaligimizda bu 100 k akkauntim bor. Boshqa o'zi shu oldin savdo qilib kelayotgan 100 k akkauntim bor. Birinchi etap o'tilgan, ikkinchi etapi jarayonda. Ya'ni prosatkada edim. Bugungi target bilan hozir 1% prosatkada turibdi. 1% prosatkada turibdi. Qolganlarim bunday olib boradigan bo'lsak, mana hamma nimalar yozilgan. Notion zo'r narsa. Katta time frame, kichkina time frame, stop olingani. Bu yerda stop olingan kecha 100 k. Prosta 100 k ni ko'rsatmayapman videoga. 5 k da challenge qilganligim uchun boshida challenge 5 k olganman, challenge qilib nima qilishga. Shuni ko'rsatyapman xolos. Atak 100 k akkauntim ham bor mana. Prosta hozir prosatkada turibdi. Birinchi etap o'tilgan. Bu 5 k akkaunt. Bu hozir shu 1% prosatkada bu ham. Birinchi etap 1% prosatkada turibdi. Demak, bugungi savdolarni to'xtatamiz. New York sessiyasida men ko'proq New Yorkda umuman savdo qilmayman. Ko'proq Londonda savdo qilaman. Shu bilan bo'ldi. Qilaman chunki New Yorkda kamdan kam savdo qilaman. Hozir kompyuterda o'chirib sekin uyga ketsak ham bo'laveradi. Demak, shunaqa holat. New York hozir nima bo'lishi mumkin? Bizda M15 time frame'da slom bergan narx. Mana shu zonalardan pastga tashlab berishi ham mumkin. Nimani olib mana H1 order blokda 1 soatlik order blokda 50%, 4 soatlik order blok rejection blokda 50%. Londonda hayni yechib turib pastga tashlashi mumkin. Shunaqa holat bo'lishi mumkin. Yoki darshi PDXni maksimumda obnovlat qilgan chiqib ketishi mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham kutamiz. Savdoga kirmaslikka harakat qilaman bugun. Bugunga yetadi. Ertamandan kechga kompyuterda oldida o'tirish ham odamni charchatadi. Ko'z charchatadi, bir tashqariga chiqamiz, aylanib kelaman endi. Shunaqa gaplar, hammaga sog' bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa o'rgangan narsalarini, zo'r ideyalar bo'lsa, setaplar bo'lsa, tegirmondan o'tkazib, chiroyli qilib, qayerda ishlash kerak, qayerda qanaqa qilish kerak, hammasini birgalikda nima qilib boramiz. Ishlab boramiz, takomillashtirib. Birinchi payoutgacha, pul chiqarguncha.